Xayrli kun hammaga, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan sizlarga mana shunaqa CNPni porali, ya'ni burunda, yuzda porasi bor qizlarga ham, bolalarga ham to'g'ri keladigan mana shunaqa maskasini, 2 etapli maskasini obzorini qilib bermoqchiman. Trivodnom, ya'ni ichida 3 ta narsasi bo'ladi buni. Mana shunaqa poraniki o'zi bu. O'zi ko'rsatib qo'yilgan. Birinchi etapi bo'ladi и ikkinchi etapi bo'ladi va mana shunaqa o'zini burunni siqadigan shotkachasi bo'ladi. Xo'p, birinchi etapi maska bo'ladi. Mana shunaqa maska. Mana hozir birinchi etapini qo'yib oldim. Mana shunaqa maskacha bo'ladi. Buni qo'ygandan keyin 10-15 minut turiladi yuzda. Faqat toza yuzga qilasizlar. Buni sursanglar ham bo'ladi, mana shunaqa qo'yib olsanglar ham bo'ladi. Ba'zilarni burnida bo'ladi, ba'zilarni yuzida bo'ladi. O'sha poralari ochiq porasi borlar, dumaloq tochka bo'lib, mana shunaqa porasi borlar bo'lsa, o'sha yuzinglarga surib olasizlar, mana shunaqa qo'yib qo'yasizlar. Yuzda 10-15 minut turadi. Ikkinchi etapi mana shu shotkachada yaxshilab poranglari mana shunaqa qilib tozalab olasizlar. Bosib tozalaysizlar. Tozalaganda o'zi poradan ichidagi yog'lari, burundagi yog'lari mana shu shotkachaga chiqadi. Sababi boyagi birinchi etapli ba'zilar yuzlari juda ham burunlari yog'lanib ketadi. O'sha yog'larni tozalab chiqarib beradi. Sababi boyagi birinchi etaplik maskamiz 10-15 minut davomida burundagi poralari, yog'lari yumshatib tozalashga tayyor qilib beradi. Ikkinchi etapi bunda tozalab olasizlar. Yaxshilab tozalab bo'lgandan keyin ikkinchi etapi bu ham mana shunaqa maska bo'ladi, boyagiga o'xshagan. Yuzni yaxshilab tozalab bo'lgandan keyin buni mana shunaqa qilib yana o'sha joyga qo'yib 10-15 minut bu ham turiladi. Bu o'sha yog'lari, poralari yaxshilab tozalab bo'lgandan keyin maska, davolovchi maska hisoblanadi. Buni qo'yib 10-15 minut qo'yib bo'lganingizdan keyin yuzingizni yuvishingiz shart emas, shunday qoldirsangiz ham bo'ladi va qolgan uxotinglarni qilsanglar ham bo'ladi. Bizda hozir sotuvda bor bundan. Yuzida, burnida yog'lanadigan porasi borlar, qora teshikchalari borlar, mana shunaqa Trivodnomli poralarga qarshi maskachamizdan xarid qilsanglar bo'ladi.